Shomurodov va Fayzullayevning o'yini necha balga loyiq ko'rildi? Turkiya Superligasining 18-tur doirasida Istanbul Başakşehir o'z maydonida Potix Karagümrükni qabul qildi va 2-1 hisobida g'alabani qo'lga kiritdi. Uchrashuv o'zbekistonlik muxlislar uchun ayniqsa qiziq o'tdi. Mezbonlar safida ham hujumchi Eldor Shomurodov, ham yarim himoyachi Abbosbek Fayzullayev maydonga asosiy tarkibda tushdi. Bellashuvda Shomurodovning o'zi asosiy kartasini ishga soldi. Gol. U o'yin davomida hujumda faol harakat qilib, jamoasining g'alabasiga munosib hissa qo'shdi. Eldor 89-daqiqada almashtirildi. Ya'ni deyarli butun uchrashuvni to'liq o'tkazib, oxirigacha jamoaga xizmat qildi. Abbosbek Fayzullayev ham o'yinni start tarkibida boshladi. Markazda tempni ushlash va o'yinni bog'lab turishda harakat qildi. Biroq 45-daqiqada u sariq kartochka bilan jazolandi. Shu holatdan keyin ehtiyotkorroq o'ynashga to'g'ri keldi va natijada u 57-daqiqada zaxiraga olindi. O'yindan keyin statistik platformalar ham futbolchilarning harakatlarini baholadi. SofaScore nashri Eldor Shomurodovning o'yiniga 8 ball qo'ydi. Bu uning uchrashuvdagi ta'siri va goli bevosita hisobga olinganidan darak. Abbosbek Fayzullayev esa 6 ballga munosib ko'rildi. Qisqasi, Başakşehir uchun bu g'alaba juda qimmat. O'zbek muxlislari uchun esa yana bir yaxshi xabar. Shomurodov gol urishda davom etyapti. Fayzullayev esa har o'yinda tajriba va tempni Superligacha moslab yanada kuchayadigan pallada.